Assalomu alaykum ko'pchilik. Bugungi yangi analizimizga xush kelibsizlar. Men bugun sizlar bilan tilshunoslik va falsafa nuqtasidan haqiqatan ham intayin chunqur ham hayron qolarlik bir safarga chiqmoqchiman. Biz bugun Ar-Rahim, ya'ni rahim shafqatning ichki mexanizmi to'g'risidagi o'qimni tafsiliy ko'rib chiqamiz. Bilasizlar, bu faqatla oddiy bir so'z emas, balki cheksizlik bilan cheklik bo'lgan inson orasidagi bir ko'vrik. Ma'qul, ginimsa temaga kirishayli. Bugungi muzokara asosimiz xuddi bir hayratiga o'xshaydi. Birinchi cheksizlikka tutishadigan arg'imchi. Andan Rahman va Rahim silishtirmasi. Uningdan keyin Rahim shafqatining mexanizmi. Rahimning nima uchun qizinish emasligi, quduq orqali mingish musofiyasi va oxirida oliy Rahim shafqat va kechirim to'g'risida to'xtalamiz. Qisqasi, eng abstrakt cho'ng o'qimlardan tortib, toki kundalik hayotimizgacha bo'lgan bir safar bizni kutib turdi. Birinchi qism cheksizlikka so'zilgan arg'imchi. Shuni bir o'ylab boqinglar. Biz o'zimizning cheklik aqlimiz bilan cheksizlikni qandoq tushunalaymiz? Manbadagi o'xshatish bak joyida kelgan juma. Inson aqli xuddi bir qorong'i quduqning tagida turgandek bir ish. Agar sirtqa chiqmoqchi bo'lsangiz, sizga tomdagi tutunadigan nuqtalar kerak bo'ladi. Shundoqmi? Mana bu asmo-u husna, ya'ni Allohning go'zal ismlari dal shu tutunadigan nuqtalar. U bizning cheksizlikni qovurishimiz uchun osmondan toshlab berilgan bir arg'amchi hisoblanadi. Bu yerdagi falsafiy salmoqqa haqiqatan diqqat qilishga arziydi. İnson aqli Allohning mutlaq cheksizligini to'liq qavray olmaydi. Chunki inson aqli cheklikdir. Ya'ni biz mutlaq yaratquchini o'z zoti bilan bilaolmaymiz. Biz uni faqat mushu dunyodagi, reallikdagi aks etishi orqali toniy olamiz. Shullashqa mushu ilohiy sifatlarni o'rganish va tushunish biz uchun mutlaq zaruri. İkinci qism Rahman ve Rahim seliştirmesi. Biz bu iki sözünü daim bille anlayırız şundakko. Ama bu yerdeki en kızıkarlık yeri şu ki, Rahman şefkatinin hem sıla bir xil usulda işlemeydi. Rahman şartsız bolup, o ilahi zatka bağlıq ve barlıq mevcudatka ortak. Canlık mı, cansız mı, anlık mı, angsız mı? Hemisine tegişli. Ama Rahim ondak emez. Rahim ilahi hareketke münasebetlik ve o şartlik. Yani Rahim məlum bir anlıq mövcudatının duası ya ki hərəkətinə cavabən qozğuludur. Rahman qubul qılğıçını tallamadı, amma Rahim çoxun bir qozğatqıçını tələb qılıdı. Üçüncü kısım Rahim şafqatning mexanizmi. Bu yerde Arap dili gramatikesinin nemi gelen karametlikini görüyoruz. Arap dilinde fail, hareket kılguçu aktif ige, mef'ul bolsa hareketli kabul kılguçu pasif objekt. Lekin rahim sözünün kurulumusu acayip. Onun da hem failin hem mef'ulün minası var. Yani bu bir taraflama berildiği cener saymaz. Siz rahim şafkaka erişmekçe olursanız, özünüzün tirişçenlikli, duası yakşı emelleriniz bile onu kozgatışınız gerek. Bu del hareket ve inkaz, goyaki bir enerji almaştırış cereyanıdır. Bir o'ylanib boqinglar. 95 bu quruqli bir son emasmi? Manbada ko'rsatilgandek, Qur'onda Allohga nisbatan Rahim ismi dal 95 qitim tilga ilingan. Agar siz bismillah degilarni qo'shsangiz, u 208 qitim ko'riladi. Demak, bizning bu yerda so'zlab o'tganimiz abstrakt bir falsafa emas, balki aniq amaliy faktlarga va statistikaga tayangan bir muhokama. To'rtinchi qism Rahim shafqat qiziqinish emas. Nurg'un kishilar marhamat qilish degan boshqalarga yuqoridan turib qizinish, ich ag'ritish deb o'ylaydi. Ammo undaq emas. Haqiqiy rahim shafqat qubul qilg'uchini yuksaltiradi, qat'iy kamsitmaydi. Xuddi bir onaning bolasiga bo'lgan mehr muhabbati bolani kamsitamdi? Yo'q, aksincha uni o'stiraydi, tarbiyalaydi. Shundaqmi? Ilohiy marhamatmi dal shundoq. U insonni yuksaklikka ko'taradigan bir kuch. Bu yerde yeni bir muhim nokta var. Allah'ın cezanı keçiktürüşü, ameliyette gazap emez, belki merhamettir. Menba buraya da iki okumu siliştiriyoru. İmhal ile ihmal. İmhal, mühlet veriş. İhmal bolsa, taşlap koyuş, pisent kılmazlık. Allah bendelerini taşlap koymuyor, fakat onlara mühlet veriyor. Tesevvür kılın, ot kitken oyda kattık uhlayavatkan adamı mürisiden silkip oykatış, karimakka rehimsizlik tek bilinişi mümkün, lekin aslide onu kurtukuzuş üçün kılınan sap merhamet ku, şundak esmemu. Beşinci qism quduq orqali mengish musofasi. Endi bu mexaniki rahmi shafqatning hayotdagi real o'rniga qarayli. Menda sizlarga shundoq bir savol bor. Sizlarcha kim haqiqiy erkenida? Zulmatlik zindonning ichidagi Yusuf payg'ambarmi yoki hashamatlik saroyning ichidagi Zuleyhamu? Mana bu jismoniy erkinlik bilan ruhiy tutqunlikning farqi.
Züleyha sarayda turubmu o'z nafsining quli edi, Yusuf bo'lsa zindanning ichidami, ruhan mutlaq erkanida. Чулашқа мәнбәдіки bu сөз intihayen dal aytilgan. Agar Misrga sultan bo'lgan bo'lsa, uning yo'li quduqdan o'tidi. Bu nima degan parlaq bayon har? Yusuf payg'ambarning quduqqa tashlanishi kutilmagan bir tasodifiylik emas, balki uning yuksilishini qo'zg'atadigan ochquchliq qo'zg'atquchi edi. Ya'ni palliga yetish uchun quduq bir zaruriyat edi. Onun musafisiga qaranglar. Avval quduq, ya'ni xiyonatga chidash. Andan zindan, ya'ni poklikni va aqidani qo'g'dash. Oxirida taxt, ya'ni oliy marhamatga erishish. Amaliyotda bizning har birimizning ichimizda o'zimizga oid bir Yusuf bor. Hammamiz qochib qutulishda tegishlik bir quduqni va kaynimizdan quvlayotgan bir Zuleyxani boshdan kechiramiz. Hamma odamning o'ziga yarasha sinig'i bor. Eyüp peygamberning qissasichi, Allah onunga putungni yerga urg'in deydi. U shuncha eg'ir kasal, lekin Allah onunga faqat yetibla marhamat kutishni emas, yerni puti bilan tupishdek bir amaliy harakatni buyuruydi. Bu dal ilohiy marhamatning ishkini echish uchun kichik bo'lsa-mu bir tirishchanlik, bir amaliy harakat kerakligini isbotlaydi. Rahim shafqat mana mushunda qo'zg'iladi. 6-qism. Kechirim va oliy rahim shafqat. Undaqda bu marhamat bizning xatoliklarimiz bilan qanday munosabat qiladi? Manbada kechirim qilishning 3 qavati ko'rsatilgan. Afu faqat jinoyatning jazosini kechirim qilish. Saf ham jazoni kechirish, ham ogohlantirishni to'xtatish. Ammo uchinchisi, ya'ni g'afr yoki mag'firat tamoman boshqa bir saviya. U xuddi bir kino tahririning filmdagi nachar ko'rinishlarini qaychilab ilova etib, uni shunday yo'chuqsiz ulab qo'yganiga o'xshaydi. Gunoh xuddi asla yuz bermagandek tamoman o'chirilib ketadi. Mana bu marhamatning eng yuqori fellisi. Lekin diqqat qilinglar, quruq kechiring deb qo'yish bilanla ish bitmaydi. Haqiqiy tavbaning mu bir mexanizmi bor. Istig'for xatolikdan yuz o'rish bo'lsa, tavba ashu xato yo'ldan burilib, to'g'ri yo'lga yuzlanishdir. Agar siz marhamat qo'zg'atmoqchi bo'lsangiz, yomonlikqa nima safarbar qilgan bo'lsangiz, yaxshilikmi dal shuni safarbar qilishingiz kerak. Masalan, boylig'ingiz bilan yomonlik qilgan bo'lsangiz, boylig'ingiz bilan yaxshilik qilishingiz shart. Ma'lum bir narsani uning dal o'xshash miqdordagi qarshi tarafi bilan almashtirish haqiqiy tavba mushundoq bo'ladi. Mona oxirga keldik. Mende sizlarga qoldirib qo'ydigan intaay chunqur bir savol bor. Agar eng oliy rahim shafqat Parvardigor bilan bo'lgan bog'lanish va huzur deb qaralsa, undaqda haqiqiy va eng sho'ng jazo faqatla shu ilohiy marhamat va huzurdan mahrum qolish bo'lmamdu. O'ylab bakinglar, balkim azobning o'zimi mushu cheksiz muhabbat va marhamatdan qurib qolishning o'zidir. Bu nuqtani hammangizning o'ylanib baqishini umid qilaman. Bugungi analizimiz mushu yerda tamomlandi. Keyingi qaytim ko'rishgancha omon bo'linglar.